Assalomu alaykum. Men Jizzax davlat pedagogika universiteti pedagogika, psixologiya va inklyuziv ta'lim fakulteti logopediya yo'nalishi 511-23 guruh 3-bosqich talabasi Murod Qobilova Gulsevarman. Men tarbiyaviy ishlar maxsus metodikasi fanidan pedagogik mahorat fanining predmeti, maqsad va vazifalari mavzusi bo'yicha taqdimot yoritib bermoqchiman. Mavzuyimizning asosiy rejalari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. Birinchi rejamiz pedagogik mahorat tushunchasi, ikkinchi rejamiz pedagogik mahoratning asosiy vazifalari hamda uchinchi rejamiz pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari va to'rtinchi rejamiz pedagogik mahoratning shakllantirish yo'llari hisoblanadi. Mavzuyimizga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi rejamiz ya'ni pedagogik mahorat tushunchasi. Pedagogik mahorat bu o'qituvchining ta'lim jarayonining samarali tashkil etish, o'quvchi shaxsiga ta'sir ko'rsatish, bilim berish va tarbiyalashda eng optimal usullardan foydalana olish qobiliyati hisoblanadi. U ko'nikma, malaka, bilim va shaxsiy fazilatlarning bir butun tarzda uyg'unlashtirilgan majmuasi hisoblanadi. Pedagogik mahoratning asosiy maqsadlari mavjud hisoblanadi. Birinchi maqsadi, ya'ni bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetensiya, ta'lim jarayonlarini tashkil etish bo'yicha bilim va malakalarni shakllantirish, o'qituvchining professionalligi, nutqi, uning muloqot madaniyati, darsda olib borish texnologiyalarini rivojlantirish muhim hisoblanadi. Pedagogik mahoratning kamchiliklarini bartaraf eta olish, uning pedagogik talablariga mos bo'lishni bajarish muhim hisoblanadi. Pedagoglarga qo'yiladigan bir qancha talablar mavjud hisoblanadi. Ularning birinchi talablari pedagoglarning o'quvchilardagi ishonch, hurmat va mehribonlik his-tuyg'ularini ya'ni oshirish hamda pedagoglarga qo'yiladigan eng muhim talablardan biri esa pedagoglarning sabr-toqatlilik bo'lib dars jarayonini olib borishi muhim hisoblanadi. Pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari. Pedagogik mahoratning tarkibiy qismlari shundan iboratki, kasbiy bilimlar, ya'ni har bir pedagogika, psixologiya, didaktika va metodikadagi kasbiy bilimlarga ega bo'lishi hamda pedagogik texnika, muloqot, nutq, o'z-o'zini boshqara olish va nutq ritmlariga ega bo'lishi hamda ijodkorlik, dars jarayoniga yangilik kiritishi hamda dars jarayonlarida o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishlarini oshirishi va darsga moslashuvchanligini oshirish hisoblanadi. Va shaxsiy sifatlari pedagogning obro', talabchanligi, empatiya va adolat kabi tushunchalarga ega bo'lishi, o'quvchilarning o'z qiziqishlari hamda ularning his-tuyg'ularini ya'ni bila olishi muhim hisoblanadi. Pedagogik muloqot, o'quvchilar bilan to'g'ri psixologik aloqa o'rnatish muhim va zarur hisoblanadi. Pedagogik mahorat bu o'qituvchining kasbiy muvaffaqiyatlarining asosi bo'lib, u bilim, ko'nikma va shaxsiy fazilat va pedagogik texnikaning bir butunligidan iboratdir. Pedagogik mahoratga ega o'qituvchi ta'lim jarayonini samarali tashkil eta oladi, o'quvchilar bilan sog'lom muloqot yaratadi va ta'lim jarayonlarida yuqori natijalarga erishadi.